Hello, are you ready to learn new topic? It is past perfect. Biz past perfect zamoni bilan bugun tanishib chiqamiz. Ya'ni bu zamon tarjimasi o'tgan, tugallangan zamon deyiladi yoki ikkinchi tarjimasi o'tganning o'tgani. Bu nima degani? Darsimiz davomida bilib olasiz. Yordamchi fe'li had shaxslarda tuslanmaydi, hamma shaxslar uchun bir xil ishlatiladi. Formulasi: subject had verb 3 already. Negative: subject had plus not plus verb 3 already. A question tag: had subject verb 3 already. Biz past perfectly gaplarni, fe'llarini qanday tarjima qilamiz? Gan edi va gan ekan ko'rinishida asosan tarjima qilamiz. Misol uchun gapga qarang. I had come here before 3 p.m. Men bu yerga soat 3 dan oldin kelgan edim. E'tibor qildingizmi? Kelgan edim, gan edim degan tarjimani beryapmiz. Agarda siz gandi deb tarjima qilsangiz, ko'pincha bu present perfectni tarjimasiga ko'proq tortib ketadi. E'tiborli bo'ling shuning uchun. Past perfectni qachon ishlatamiz? Bu zamonning ishlatilishi juda ham sodda, juda ham oson. Xo'p, birinchi ishlatilishi: ish harakat o'tgan zamonda sodir bo'ladi va natijasi ham o'tgan zamonda ko'rinadi. Shu gapga qarang, soat 3 dan oldin men shu yerga kelgan edim deyapti. Natija o'sha yerda soat 3 dan oldin o'tirgan edi degan ma'noni bildiradi. Yoki I had cooked a meal before 3 p.m. Men soat 3 dan oldin ovqat pishirdim. Natija nima? Ovqatim tayyor degani. Tushundingizmi? Ish harakati ham o'tgan zamonda, natijasi ham o'tgan zamonda bo'ladi. Bu birinchi ishlatilish. Ikkinchi ishlatilishi o'tgan zamonda aniq bir paytdan oldin sodir bo'lgan ish harakatlar. Mana e'tibor qarating. Bitta gapda ikkita qoida ketyapti. Mana aniq vaqt 3 dan oldin kelgani. Uchinchi ishlatilishi o'tgan zamonda ma'lum bir ish harakatdan oldin bir ish harakat sodir bo'lishi. Past perfect. For example, xonaga kelishimdan oldin o'quvchilar kelib bo'lgan ekan. Ikkita ish harakat ketyapti. Sizning kelganingiz bu past simple hisoblanadi. O'quvchilar, ya'ni birinchi ular kelgani past perfect. Keling, shu qoidalarni chizma ko'rinishida sizga tasvirlab beraman. Mana bu chizmani tasavvur qiling. Va mana bu chegarani past simple deb belgilaymiz. Past simple. Misol uchun soat qo'yishimiz mumkin aynan shu vaqtga nisbatan, shu chegaraga nisbatan. Keling, soat 5 deb olaylik, kechki 5. 5 p.m. Xo'p, 5 dan oldin yoki 5 gacha degan tarjimadan bersak, mana shu aniq vaqtdan oldin sodir bo'lgan ish harakat. Misol uchun mana bu yerda sodir bo'lgan deylik. Endi biz aniq vaqtini bilmaymiz. Mana shu yerda sodir bo'lgan ish harakat past perfect deyiladi. 5 gacha uylarni yig'ishtirib bo'ldim deysiz. 5 dan oldin tugatgansiz o'sha ish harakatni, ya'ni bu aniq o'tgan zamonda aniq bir vaqtdan oldin sodir bo'lgan ish harakat. Bir ikkita ish harakatni qo'ysak, ota-onam kelishdan oldin uylarni yig'ishtirdim deyapsiz. Mana bitta ish harakat, ikkita ish harakat kelyapti. Birinchi sodir bo'lgan ish harakat doim past perfectda beriladi. Ikkinchi bo'lgani esa past simple, ya'ni past simpledan ham oldin sodir bo'lgan ish harakatlarga nisbatan past perfect ishlatiladi. Bu qoidalari tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keling, bir xulosalab olsak aynan qoidalarini. Birinchisi, ish harakati o'tgan zamonda bo'ladi va natijasi ham o'tgan zamonda bo'ladi. Ikkinchi ishlatilishi past simpledan ham oldin sodir bo'lgan ish harakatlar. Uchinchisi, o'tgan zamonda aniq bir vaqtdan oldin sodir bo'lgan ish harakatlar. 3 ta qoidasi bor asosan. Endi biz signal so'zlar bilan tanishamiz. Past perfect zamoniga keldingizmi? Endi gaplaringiz murakkablashadi, chunki bir ish harakatdan oldin boshqasi sodir bo'lgan bo'lishi kerak deyapmiz. Ikkita ish harakat, ya'ni ikkita sodda gap qo'shiladi bu yerda. Before
after keyin, when qachonki, by plus time gacha degani vaqt ketadi. 6gacha, 7gacha degani yoki ertalabgacha degani. By the time va o'sha vaqtgacha degani. Until bu ham gacha. It was the first time. Bu birinchi marta edi. For since dan beri. Always allaqachon. Never hech qachon. Ever biror marta. Endi e'tibor qarating. It was the first time degan signal so'z ishlatilyapti. Demak, mana shu signal so'zdan 4-qoidani yaratishimiz mumkin. Ya'ni o'tmishda biror bir ish harakatni siz birinchi marta qilyapsizmi, o'sha o'tmishda biror marta qilmaganmisiz? Aynan it was the first time va qilmagan bo'lsangiz never signal so'zlari ishlatiladi. Demak, 4ta qoida ishlatilyapti. Yana bir narsasiga e'tibor qarating. Before, after va until kabi signal so'zlardan keyin biz time ishlata olamiz. Xuddi mana bu gapimizga o'xshab. Time. Biz har doim ham soat emas, davr ishlata olishimiz mumkin. Morning, Monday kunlar kelyapti. Oy berishimiz mumkin. Ya'ni time umumiy hisobda time ishlatiladi. Aynan before, after, until dan so'ng. Ikkinchi holatida esa before, after, until dan keyin gap ham ishlata olamiz. Qo'shma holatda. Bulardan keyin past simple zamoni ketadi. Keling, gap hosil qilamiz. Gap hosil qilganimizda she had cleaned the garden before bilan beryapman yana. Before we came. Qarang. Before kelyapti. Demak, u bog'ni tozaladi biz kelishimizdan oldin deyapti. E'tiborli bo'ling. Past simple ishlatilyapti. Bu past perfect. Demak, aynan before, after, until kabi signal so'zlardan keyin ham time ham gap yuradi. Demak, past simple yuradi. Bu past perfect zamoni edi. I think you learned new things. Thank you.